model kutganmidinglar qizijonlar, mana sizlarga yangisidan olib kelib qo'ydik. Era Fashion Optim do'konimizga shunaqangi italyanskiy batist bo'lgan materialidan juda ham yengilgina, yumshoqgina maza qilib kiyishingiz uchun. Yon qismida shunaqangi cho'ntaklar bor qizijonlar. Oldi qismi chiroyli qilib shunaqa qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan va tugmachalari bo'ladi. Shotkicha ham yechiladi. Chiroyli qilib shunaqa qilib krujavalar bilan ham bezatilgan. Yeng qismini qaranglar, Rossiya ham udobniy, rezinkali, qo'linglarni qisib tashlamaydi va shunaqangi krujava qilingan. Aylanib o'rgilib kiyurasizlar, pastki qismlarda qo'sh etek bo'ladi, maza qilib kiyishingiz uchun. Juda ham chiroyli rasvetkalarda olib kelganmiz, hozir sizlarga obzor qilib beraman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, o'zim kiyib olgan shunaqangi yashil rasvetkasi bor. Qaranglar, qanaqangi chiroyli, yarki ko'zga bitta tashlanadigan rangi, nejniy rozoviy rasvetkasi olib kelib qo'yganmiz. Gullari bu yerda maydaroq bo'ladi. Shunaqangi yashil rasvetkasi bor, o'zim kiyib olganim va shunisi qaysi bir ko'ngilliga yoqsa o'shani kelib bemalol tanlab ketsangiz bo'ladi. Va shunaqangi shampanskiy rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz. Qizijonlar, razmerlarga keladigan bo'lsak, 38 dan 48 gacha bemalol to'g'ri keladi. Turk razmerida 6 qo'shsanglar o'zbek razmeri kelib chiqadi. Hammanglarni Era Fashion Optim do'konimizda kutib qolamiz. Kelolmay qolsanglar butun O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz.